Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana bugun bir chiroyli darvozamiz kraskaga tayyor holatda, xudo xohlasa kraskadan oldingi holatlarini bir qator ko'rsatib boramiz. Chiroyli qilib videomiz oxirigacha ko'rsalaring, darvozamiz haqida ma'lumot berib o'tamiz. Eniga 3,5, bo'yiga 385 razmerga bu tayyor bo'lgan darvozamiz O'zbekiston tumaniga, Farg'ona viloyati O'zbekiston tumaniga tayyor bo'ldi. Mana juda ko'rishlaring mumkin. Juda chiroyli chiqdi. Mana xudo xohlasa polniy stiklarigacha germetik tortilib, ertaga suv kirmaydigan holatda qilib, chiroyli qilib tayyorladik. Darvozamizda stoykalari 8 ga 8 profil bo'ldi. 2lik stenada profil bo'ldi. Ichidagi listlari ikkilik listda, qirg'oqdagi profillari esa 6 ga 4, 1,5lik stenada tayyor bo'ldi. Bu darvozamiz 1 kvadrat metrini 900 ming so'mdan olib kelib, tayyor qilib, xudo xohlasa olib borib, chiroyli qilib ustanovka qilib beramiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin, aka-ukalar, hech qanday haligi zang, eski narsa aralashmagan, xudo xohlasa kraskadan oldin polniy simchotkalanib mana shunday holatga olib kelinadi. Hech qanday bunaqa zang nima qolmaydi, chiroyli qilib kraskadan oldin tayyor qilinadi. Tepalari lazer bo'lgan, lazerda o'yilib sitka qilib berilgan, juda chiroyli chiqdi bu darvozamiz. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvoza xizmatlari kerak bo'lsa, darvoza so'ri xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ekranning pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. O'zbekiston bo'ylab dostavka ustanovkalar mavjud. Bunda kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lib qo'ysalaring, keyingi qo'ygan videolarimizni ham xudo xolasa bemalol kuzatib borishga erishasizlar. Xudo xolasa bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka ustanovka mavjud. Doim kuzatib boringlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.